Ukalar, akalar, sizlar qo'lingizda tushirmanglar, bizga no yo'q demanglar. Katta gulxon kichkina uchqundan boshlanadi. Qo'lingizda tushirmanglar. Ha, kimdir bir ishga yaramasligi mumkin. Ha, masalan, mana hunarga kirishni eplolmadi, ammo boshqa ishlarda uni bir imkoniyati, iqtidori bor bo'lishi mumkin. Inson qo'lini tushirmasligi kerak. To'g'ri-da, qaranglar-da. Maktabda nari-beri tugatgan bolalar bor. O'qituvchilar yo'l bilan maktabni bitirib, attestat olib chiqib ketgan. Shularni ko'pchiligini qarasangiz, bozorda, hunar, tijoratda ishi zo'r bo'lgan. Agar kerak bo'lsa, shu boyaga ancha-muncha a'lochi o'qiganlar uni qo'lida ishlaydigan bo'lib qoldi. Maktabda o'qishga yaramasanglar bo'ldi, odam emaslar, spisat qilmanglar. Siz bilmaysiz, bolangizning qanaqa iqtidori bor, qanaqa qobiliyati bor. Farzand tarbiyasi degan darsimizda bu narsani aytib o'tganmiz. Yigitlar, ustachilikda ish bo'lmadimi? Dehqonchilikka urib ko'ringiz. Bo'lmadimi, yana bir ishga urib ko'ring. Qo'lingizni tushirmang. Chunki sizdan harakat Allohdan barakot. Muvaffaqiyatga erishdi, shu maktabda kishi bo'lgan bola. Hunarda, tijoratida nima uchun qo'lini yerga tushirib olgani yo'q. Alloh taolo bergan himmatini baland qildi. Bitta ikkita muvaffaqiyatsizlik, bitta ikkita mag'lubiyat bilan